Qandli diabetga olib keluvchi sabablar. Ko'p suv ichish. Yolg'on, ko'p suv ichish odam organizmi uchun foydali. Inson bir kun davomida 2 litr suv ichish tavsiya etiladi. Genetik moyillik. Haqiqat, ko'pincha ota-onasida uchragan qandli diabet ko'pincha nasl suradi. Ayollarda ko'p tug'ish. Yolg'on, ko'p tug'ish qandli diabetga hech qanday ta'sir qilmaydi. Semizlik. Haqiqat, semizlik nafaqat qandli diabet, boshqa bir qancha kasalliklarga ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'p ovqat yeyish. Ikki o'rtada ovqatni sifati va me'yoriga bog'liq bo'ladi. Agar sizni ovqat mahsulotingizda kletchatkaga boy va oqsilga boy bo'ladigan bo'lsa, qandli diabetga olib kelmaydi. Aksincha, agar ovqatingiz miqdorida uglevodlarni kaloriyasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu sizni qandli diabetga olib kelishi mumkin. Stress. Stress, haqiqat, ko'pincha stress holatlar qandli diabetni birinchi belgilarini paydo bo'lishiga olib keladi. Sportni me'yordan oshirib yuborish. Ko'proq yo'q, sport bilan shug'ullanish qandli diabetga olib kelmaydi. Uyqusizlik. Uyqusizlik ko'proq uyquni normada bo'lmasligi odamni doimiy stressga olib kelishi mumkin. Ko'p cho'milish. Yo'q, ko'p cho'milish odam organizmi uchun foyda. Sizda-chi, sizda qaysi odatlar mavjud? Izohlarda yozib qoldiring.